Ravshanjon qayerda ekanlar? Ravshanjon, O, o'sha yerda. Iya, o'rta. Bormisiz? ya o'rta sizmisiz? Charchamang. Sog'liqlar. Charchamaysiz. Rahmat. O'zingiz Nima yaxshimisiz? gaplar? Bormisiz? Rahmat. Uni nima kunlar bor ekan. Xolam yaxshimilar? Rahmat. Sevimsiz. Ish ko'p, hech vaqt qilib bo'lmayapti. Da yordamingiz kerak bo'lib qoldi. Bo'ldi-da o'rta. Keling, o'tirib suhbatlashamiz. O'zingiz tinchmisiz axir? Rahmat. O'zinglar qalaysizlar? Uydagilar, xonadondagilar. Rahmat, charchamayapsizmi? Rahmat. Ballaqalik kichkinalar. Zo'r, Bo'lishyaptimi? rahmat. Da yordamingiz kerak bo'lib Bo'ldi, qoldi. qanday o'rta? Rosa ham nozik masala. Aha. Shuning uchun ishonganimsiz o'zingiz oldingizga keldim. Aha. Xo'sh do'stim, mendan qanday yordam? Siz oldingizga kelishimning sababi bilaman, yaxshi gilamlar sotasizlar. Menga ham haqiqiy, toza va sifatli gilam kerak. Chunki o'zim uyimga emas, ishxonaga ham emas, sovg'a uchun. Sovg'a bo'lganda ham yaqin insonim uchun sovg'aga. Biron bir kattaroq rahbarlarga shekilli, do'stim. To'g'ri, rahbarga. Rahbar hamki oilamizni, ya'ni uyimizni rahbariga. Bilasiz, yoshligimda, kollej paytlarida dadam olamdan o'tganlar. O'sha dadam olamdan o'tgan paytlarida to'g'risi men hali pul topishni o'ylamasdim. O'qiyman, karyera qilaman, shunaqa orzu niyatlarda yuradi. Ya'ni umuman pul topishni o'ylamasdim. O'sha paytda onam dadam olib bergan tilla taqinchoqlarini sotib bizga sarflaganlar. Biz oyoqqa turishimiz uchun, yaxshi joyda o'qishimiz uchun va yaxshi joyda kelajakda ishlashimiz uchun rosa ham ko'p sabr qilganlar. Endi o'sha sabrlarini mevasini ko'rishlari kerak. Ya'ni sabrlarini mukofotini olishlari kerak. Shuning uchun men so'raganim eng toza, eng zo'r gilamingizdan bering. To'g'ri, do'stim. Unday bo'lsa, bitta zo'r gilam ekan. O'zimga ham yoqqan. O'zimga ravo ko'rganim do'stim, sizga ham ravo ko'raman. Qani bir ko'rsataman bo'lsa. O'shani ko'rsating. Mana do'stim, o'sha sizga aytgan gilamim. Eromga borib, o'zim tanlab olib kelganman. Rostdan. O'zimga ham rosa yoqqan. Adashmasam, onangizga ham yoqqan. Aniq, onamga ham aniq yoqadi. Ayniqsa ranglari rosa ham chiroyli chiqqan ekan. Mana shu gilamingiz yoqdi. Shuni o'rab bering. Bo'ldi do'stim. Balla, qarab o'ringlar. Skeletdan mana shu gilamni olib chiqib, mana shu akangizni mashinalariga joylab beringlar. Rahmat do'stim. Yuring do'stim.